Assalomu alaykum, efirda poytaxt informatsion dasturi. Toshkentda Innoprom Markaziy Osiyo 2025 xalqaro sanoat ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. 2021-yildan beri o'tkazib kelinayotgan mazkur ko'rgazma ilg'or texnologiyalarni ilgari surish, biznes aloqalarini o'rnatish va sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish uchun asosiy platforma sifatida o'zini namoyon etdi. Xalqaro tadbir doirasida Mustaqil davlatlar hamdo'stligi innovatsion rivojlanish xalqaro forumi tashkil etildi. Hozir shu haqda. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi innovatsion rivojlanish xalqaro forumida Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlarning ilm, fan va innovatsiyalar bo'yicha faoliyat yurituvchi vazirlik va idoralari vakillari, O'zbekiston Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi qator muassasa va tashkilotlarning xodimlari ishtirok etishdi. Ushbu forumda 20 dan ortiq xorijiy delegatsiyalar 7 ta davlatdan tashrif buyurishgan. Forum ikkita qismdan iborat bo'ladi. Birinchi qismda biz panel sessiya jarayonida o'sha hududlararo hamkorlik, innovatsiyalarni o'sha mintaqaviy rivojlantirish masalalari muhokama qilinsa, ikkinchi qismida esa o'sha ilmiy texnikaviy kengashning yalpi yig'ilishi bo'lib o'tadi. Ushbu yig'ilishda ilmiy texnikaviy kengashga a'zo davlatlar o'rtasidagi ilm-fan, texnologiya, innovatsiyalar yo'nalishida amalga oshirilayotgan ishlar batafsil muhokama qilinadi. Forumdan albatta ko'zlangan asosiy maqsad bu o'sha mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar o'rtasida ilmiy va innovatsion faoliyat bo'yicha hamkorlikni rivojlantirish, ilmiy tashkilotlar, startaplar, innovatsion korxonalar o'rtasida integratsiyani ta'minlash va shu orqali mintaqaviy innovatsion rivojlanish yo'nalishini kuchaytirish va davlatlar o'rtasida ilmiy texnikaviy hamkorlikni rivojlantirish maqsad qilingan. Forum panel muhokama shaklida o'tkazilib, unda dolzarb masalalar ko'rib chiqildi. Jumladan, mintaqaviy innovatsion ekotizimni rivojlantirish siyosati, startaplarga va kichik biznesga iqtisodiy o'sish drayverlari sifatida qarash, texnologiyalar sohasida transchegaraviy hamkorlik, tarmoqlarda transformatsiya strategiyalari va boshqalar. MDH davlatlar bilan biz albatta ilmiy va innovatsion yo'nalishda bir qator hamkorliklarimiz bor. Xususan, qo'shma ilmiy loyihalar tanlovi e'lon qilganmiz. Rossiya davlati bilan, Belorussiya davlati bilan. Unda o'sha Rossiya va Belorussiya davlatidagi olimlarimiz, o'zbekistonlik olimlarimiz birgalikda ma'lum bir belgilangan mavzular, ilmiy mavzular doirasida tadqiqotlarni amalga oshiradi. Bundan tashqari o'sha MDH davlatlariga, a'zo davlatlarga biz doimiy ravishda o'zimizning yosh olimlarimizni qisqa muddatli ilmiy stajirovkalarga yuborib boramiz. Ular u yerdagi xorijiy laboratoriyalarda o'zining tajribasini oshirgan holatda O'zbekistonga qaytib, u yerda o'rgangan bilimlarini O'zbekistondagi laboratoriyalarda amaliyotga joriy etishadi. Hozirda biz mana Belarus davlati bilan qo'shma ilmiy loyihalar tanlovi e'lon qilganmiz. Undan tashqari Rossiya bilan ham shu kabi yo'nalishda qo'shma ilmiy loyihalarni amalga oshirish rejalashtirilgan. Bundan tashqari Qozog'iston bilan ham mana yaqinda kelishuvga erishdik. Ular bilan qo'shma ilmiy loyihalar tanlovini e'lon qilib, birgalikda qozog'istonlik va o'zbekistonlik olimlarning integratsiyasini ta'minlash rejalashtirilgan. Shuningdek, forum davomida hamdo'stlik mamlakatlar o'rtasida ilmiy texnik salohiyatni yanada rivojlantirish, ilg'or texnologiyalar transferi, qo'shma ilmiy loyihalarni amalga oshirish hamda innovatsion infratuzilmani kengaytirishga qaratilgan qo'shma chora-tadbirlar yuzasidan fikr almashildi. Shuningdek, davlatlararo dasturning ustuvor yo'nalishlari doirasida mintaqaviy innovatsion ekotizimni rivojlantirish, ilmiy izlanishlar samaradorligini oshirish va innovatsion mahsulotlarning tijoratlashtirilishini rag'batlantirish bo'yicha ham aniq takliflar ishlab chiqildi. Forum doirasida Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlarning ilmiy, texnikaviy va innovatsion sohalarda hamkorlik bo'yicha davlatlararo kengashining 35-kengaytirilgan yig'ilishi ham bo'lib o'tdi. Unda 2030-yilgacha innovatsion hamkorlik dasturini amalga oshirishning samarali mexanizmlari muhokama qilindi. Maftuna Bekmurzayeva, Avazxon Mo'minov, Poytaxt.